Güne Tayvan'da Amerika Qo'shma Shtatlarının ish boshqarish o'rni adresi yetkaydi. Buningga Amerika Qo'shma Shtatlarının quruqlikda jang qilguvchi dengiz armiyasining quruqlikda jang qilguvchi qismlari Tayvanga kirib, mushu ish boshqarish o'rniga o'rinlashdi degan edi. Lekin arliqda yaqin xabar o'ttirg'i chiqib, bundaq ish yo'q dedi. Bu bir vaziyatki bizning kuzatayotgan vaziyatimizdagi bir chekinish. Mesela soda söhbeti 18. günü ahırlaştı Amerika Cumhuriyeti oturusunda. Bırak bu soda söhbetinden burun Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti 6. ay için mühlet bergen. Onun evvelde 150 milyar dolarlık tamajda beje koyuştu Iğızga. O emelden kaldırıldı. Lekin bunun da bizden ilişkinimiz vaziyeti Cumhuriyeti murassaga keldiydi. Murassa madara kıldı. Bu murassa madarada Cumhuriyeti bilen Amerika o'tirishga munosabat qanday taraqqiy qildi? Biz buni kuzatib yetolmaymiz. Biroq Jungo murassa madara qilib, mushu orliqda fursatdan foydalanib, Tibetda va Uyg'uristonda, mustamlaka Uyg'uristonda nima ish qiladi degan so'z siz bilan biz diqqat qiladigan tema. Demak, vaziyatda mayuslik yoki biz mayusligimiz shunday keldi. Endilikda 6. ayning 1. kuni quruqlikda jang qilguvchi qismlarni Tayvanga o'rinlashtirish to'g'risida xabarni orliqda bekor qilgan edi. Tuyuqsizda endi bugun bu xabar qanday bo'lib keldi? Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen xonimni kelgusida Amerikani va Oqsaroyni ziyorat qilish taklif qilamiz dedi degan mavzuli xabar bugun YouTube'da e'lon qilindi. Bu film bo'lib ishlandi. Jungoning shu programmasi bu film bo'lib ishlanib qo'yib berildi. Endi bunga hayron qolamiz. Demek bunu biz xulasalasak yoki yakun chiqarsak bu nayt jiddiy o'zgargan vaziyat bo'ldi. Zade ish nima? Masalan, sen Chavshanda ikki qatim ko'rishib, Chavshanning boshlig'i Kim Jong Unning bu qatimki Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bilan Singapurda o'tkaziladigan suhbatiga rang tuzishini keltirib chiqardim. Keyniga g'adiy bo'lishini keltirib chiqardim. Yoki bu suhbatning jarayoniga buzg'unchilik qilishdan iborat bosh dedi-ku. Alvas qildiga ishni qildi dedi-ku. Mushundaq ishlarni sen qilding. Demak, sen o'yinni o'ynab baqding. Chavshan orqali bu o'yinni o'ynab baqding. Biz bu suhbatga qiziqib turatdik. Biz Chavshan yarim orli tinchlik o'rnatayli dedik. Chavshan yarim orlini yadrosizlashtirayli dedik. Sen bu qatim bu harakatga buzg'unchilik qilding. Men ham to'liq selishtirolmayman hozir. Yuqorqi xabar bilan bu xabar, ikki xabarni bir yoqqa qo'yganda sen Chavshanda o o'yinni o'ynasan, men Tayvanda bu o'yinni o'ynayman. Taxmin men uni anglagan vaqtda, Jungoning tushi degan so'zni anglagan vaqtda YouTube'da anglaganda, mandaq bir jumla so'zni aytdim. Hozir Tayvanda davlat qurishdim yoki Tayvanda e'tirof qilishdimmi degandek bir jumla vaqt pishib yetdi degan gaplar tahlilchining so'zi bu yoki siyosiy yo'llarning so'zi men anqiramay qoldim. Sabab aldirab qoldim. Endi vaziyat mana shunday ekan. Demak, tunugun mayislandik. Bugun xuddi mana ataka o'tgandek o'ttirg'i chiqdik. Biz Xudo xolisa mushu ishdan, masalan, Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen xonimni Amerikaga va Oqsaroyni ziyorat qilish taklif qilishdan iborat mushu ishdan reallikqa aylanishini bak umid qilamiz vatandoshlar. Sizmi umid qilasiz? Butun dunyo Xitoy demokratlari butun umid qilamiz. Harbi men qoldi, kechiringlar meni, men endi bir to'xtab qolay.